Adaş bu. Ben ziyan taptım cuma 30'dan berip. Şundan mı? Baş digidimde şu jigimden layık maşinke adaş bu. Mana balla. Ma ustam. Ma maşinden vergin çıkıyıptı. Şimdi Kaysarkam'daki döner dükkanı hemen hazır bilse hem yer korona olup gitip bütün yer takak. Şu Kaysarkam'ı açmadı da hep de bir eşik gün hoş yaksı içip cins kılganca hep içip buydu. Assalamualaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Xabarim bo'lganda Qashqas men motorni ag'antiq. Ag'a vaqtida men o'zim motordan xabarim bo'lmaganligi uchun tavakkul qilib ag'antim. Ag'anim hozir 4 kun bo'lib qoldim. Yo'lda kelgicha sog'-salomat keldim. Uyga kelgandan keyin ya'ni uyga oz qolgancha tormoz tutsam bir ovoz chiqdi. Men tormoz tutgan vaqtimda ovoz chiqdi, chiyqirgan ovoz. Şuna ulanırken kelib qarasam tormoz tugapti buniki. Şuna satqa adamga telefon qilib desam, men bilmaydikim men tormozdan tukkanini dedi. Şuna men lekin adamning chiroyi qarab olganligi o'zimningki xatoligi. Şuna adamga men bo'pti, hech gap yo'q, almashtirib o'tay dedim. Şuna 4 kun yo'q turgan ishni oldilar. Hozir haydab mangdim remontxonaga. Ya'ni motorni ilib tuzuk haydamay turib remontxonaga mangdik. Hem bu tormozdan işi çok mesele emas o. Hem kıymet memesken herhalde tutilgan iş. Hem Xudoyim buyursa başka bir yerden çatak çıkmaz. Şu hazır ben apamın uydan çıkıp Rotterdam qarab mandım. Remontxonaga qapirib tormozlarni almashtirib o'tay, oldidan keyindan tormozlarni. Senin dedim yine şu dedim. Rengim saman, halim bek yaman. Yüreğimge yara zar verdin. Tinç koymaz beni her zaman. Senin dedim yine şu dedim. Rengim saman, halim bek yaman. Yüreğimge yara zar verdin. Tinç koymaz beni her zaman. Senin dedim yine şu dedim. Latmaydı beni her gece. Uykum uyku emes bir gece. Latmaydı beni her gece. Uykum uyku emes bir gece. Kıynar beni tanlara kuce. Senin dedim yine şu dedim. Kıynar beni tanlara kuce. Senin dedim yine şu dedim. Qarab suratga ko'nglim tushmas sendin bilakka kunim o'tdi qarab suratga o'tib ketdi chandin so'ng akka senin dedim yana shu dedim o'tib ketdi chandin so'ng akka senin dedim yana şu dedim. Senin dedim yana şu dedim. Senin dedim yana şu dedim. Senin dedim, senin dedim, senin dedim.
Nega park qilmay ustam? Ha? Şey yapayım mı? Ha, qadroq ustam, avval yaxshimi? Bilan tutuqmama kameraga ilyapsan jima, rasman YouTube'da chiqish ehtimolliqim bek yuqori. Ağanın yak oyun aldı tudu bu. Hazır nemi kireydi bu saymaldı aya kireydi ya senin kışın bir kirip anan bir qarab etsem kelip udulmaya geldim. Hazır komple edip ketdi xayr aldı. Şu ana alayım mı, man alayım deb jiq taraddud qilib ketdim. Nimaga o'xshaysan? Adresga bir dalakashlar, motokashlar. O ko'rsatgan motorlar sey chiqdan motosini ko'rsat. Adaş pul yo'q deymi, ma kambag'alchilikda adam qimmat moto ag'izib qimmat moto ag'izib bir seychidan motor nima olamsan deb. Hamda aldık da hoş bulamdık, bombamdık, hamda körümüz go. Bununki turumuz tugapti. CBR 600'ün birini alattım. Alayım da maşinigini arkadan motorunigini alsak iyi. Atır Ahmet başladı, alayım deb qiziqib ketib bu. Türkçü vermende men. Tercüme teknik. Bunda basan buldu. Ben CBR 600 Maşinigini qanday bergan ta? Türkçü. Ha. Şu men qarsam bir ovoz chiqdi, ammo bugun hozir kelguncha kammi chiqmadi ovoz. Taqsim azroq o'yapti taqsim. Tormoz tutsam titrayapti, titirmadimi? Titirganini bilmadim, yo'q titirmadi. Qo'shibga bu kasobat. Ha? Bu oldidan qo'shganda buni. Keynidan qo'sh emas. İşte keyniniki tek oldu ki, aldığınınki qo'shildi ki. Şu bir tarafnikini 40 euro deydi. 40 euro ma, onga 40 euro, songa 80 euro, ağaga 40 euro, 120 euro koyaldık bana. Yarım santik qapti. Ha? Yarım santik qapti. Almashtirish kerak degani? Almashtirish kerak. Keyniga bir qarab baqa. Ha? Keyniga qarashdan vaqti yo'q edi. Chaplashib ketdimi? Chaplashib ketdi. Unda keyindan ovoz chiqibdi shu. Qanday qilib men keyinnikini chapiraymi ya? Men internetda ag'dim azan kelgichi. Qancha vaqt keldi u? Hozirmish keyiniki 10 so'ngninkisi birisi 40 euro ekan. Keyinin birlik ham bu? Ha, şu 40 euro. Aldığınki 2 olgan degan 80 euro, 120 euro dedi. Peyjuga ham tatlashib ketdi. Bu oyliq nimtigi g'ayada so'lay bijimi. Ammo menda sisiqmi deb urib baqasan bijim bile. Unda bek sisiqda ko'ranmadi go. Ha, mana Merdan ustamdan Rimxonimiz shu, mana xaridalarni har zaman qarshi olamiz. Mashinanglar buzilmasin, amal va hammanglarning mashinasi sog' salomat, xotirjam surishga nasib qilsin. Agar buzilib qolib qolsa, welcome. All tight welcome here. Shundaymi Merdan ha? Mashin, motor. Chiqib başı ovoz chiqib, mangadigan, uchadigan narsalar bo'lsa, men o'xshayman bu. Sirlaydigan ishlarim bor edi. Bunun o'rni nimada Sxidamda, Rotterdam yiqiga. Agar nim qilsanglar men telefon nomerini qo'yib qo'yman. Shu telefonga aloqalashib, mushakka sanglar bo'ljima. Ma reklama uchun pul vermaydi aqcham Merdan. Bash men reklama haqini so'zlashinglar qilsam bo'pti-ku reklamani. Bekarlik reklama bo'lib ketdi deb qarab turib. Ha, dikkini berib akeldim rem blokni, tormozniki. Nimda bu uyg'urcha tormoz? Ha? Kolotka. Tormoz yaproqchisi desam oldi, sap uyg'ur tili. Tormoz kolotkasi demamda u ruscha dedi. Kolotka ruscha. Bu yerda kolotka deb ishlatadi, keyin yaproqchi deb ishlatilgan bo'ldi. Ha. Undaqda tormoz yaproqchisidan akeldik berib. 43-45 tinkin bu. Hozircha keyinligini almashtirib turadigan bo'ldik. Oldininkisini keyin almashtiradigan bo'ldik, chunki u yana Merdan ustab 2 hafta xotirjam ma'alaysan dedi, 2 haftadan chiqmama. 2 haftadan keyin meni yo'qlab kel dedi, nima qil dedim. Shuna bilan Merdan ustam orqani tormoz yaproqchisini almashtirishni boshlab ketdi. Birinchi qatam motor remontini qilishimga deyman.
İştimi? Mayada. Vatanda qildan bilmayman da. Biyadim o. Ha? U yerda hamma nimani ekiladigan, eshak arvadan tortib, ot arvadan tortib ekilib. O'shalarga shoslar ekilib yurdi. Bir ekip skuter o'shab baktım, ama çoğun motor tuncu gittim hem de seninki. Ha. Yoldan da ekip yasıgın. Men baqitim ko'rib olsam, kelar qitim pul bermagan ishni qilay deyman, qo'shma video qilyapman boshda oxiri. Video qilish qolmaydi. Bizning xizmat o'rnida video qilish qolmaydi biz. Yo'q, bir go'lanlik qilib ashada turib olgan. Başlama? Ha, xizmat o'rnida video qilsam bo'lmaydi qilib. Qanchalik kilometr menga bir yangi nimada? 20 ming bana sana deyim ben mamut çoğun. 20 mingdimi? Endi qanday ya deydi shinga bog'liq degan hamda. Sen içtikti gidiysin. Ya, biz hamda unchilam emas ya, unda zangli qilmadim. Ma vatandaylikqa iklab motoron berib tura. Iklab motoron berib tura deydigan beyaz, bunda so'rab haqdan. Iklab bijaylab baqay. Iklab bijaylab baqay. Men tüymüyü tegiyotdi deb o'yladim, juma. Bu çünkü yengisi qarsangmi, bu motorniki mashinagida qiyin bo'lmaganlik uchun ma'mi asli ha bo'pti. Almashtirib deydi. Jonni yapmagan narsa emasmi, ha? Qara. Bugun 6 rang berib qo'ygan menga. 6 rang yaxshi emasmi? Ma'm 6 mitga. Yo'q, 6 emas. Silvetdan. Ha, shuna bilan motorimizni almashtirib oldik. Herhalde xotirjam bo'ldim. Oldingi 2 emasmi bu yomon yeri? Mehti bir suvaki. Mehti bir suvaki. Bu yoqdagi ikkisini almashtirishimiz kerak ekan. Buni internetda olib qo'ygan, bu yo'lda kelyapti. Tugdi? Mana balla. Ma ustam. Ma mashinadan vergin chiqib ketibdi. Buning oshqozonni, uchini, jigirini hammani biroq almashtirib ketibdi. Gollandiyada menda rimit yo'q. Ishlamsa, faqat motor buzildi desam vaqo, menga ikkinchi qo'lga berib yoki yengisini motorga almashtiramiz dedi. Chugduq mana. Chugib pach qatib. Bizning Uyg'ur ustamlar mana japadan qo'rqmaydi buni. Saqida qalish bo'lsa, saqaytib turdi. Qoldi ya. Ma qarsangda miyaga mana. Ma ishlamagandan shu ma bu. Ma qop qartug'ini. Ko'ymagan gapda. Ko'ymagan yaxshi ko'ydamigan gap. Ma ishlamabdi, ma ikkisi ishlamabdi. Shuna u traktorga o'xshash. Ikkisi ishlangan gap. Ha, traktorga o'xshash men mashinchi. Uncha haydab keldimi? Yaqa so'rab keldi. Ma chugib etgan ma'nasilarim ko'tar. Ey, chukkunimni-ku. Ma'na ko'rib butun odam kelib Mana. Mana mushni qurashtiramiz yana qayta? Qani? Mushlarni hammasini? Ha? Nima deydi mana? Ma'na ko'rib Mishadikka Turkmi keldi, Niderlandlarmi keldi qara. Ya mumkin emas, Gollandiya bundan remont tishini ketmaydi sana. Qachon qurashtirib bo'lsa 5 qiyib ketadi bu. Mana bu nimasi saqlayapti? Vo'cho, mana hammasini so'kab chiqib ketsan buna. Buni qancha ishimiz qoldi. Mana bizning vatanning remontchilari menda bo'ldi mana. Bo'pti, mening ishim bitdi. Rahmat. Bo'pti, Mardan. Allohga omonat. Qayt kelishini qarshilaymiz. Yo'q, unda gapni qilma, Og'zingga tash. You welcome. Always welcome, always. Albat ketdi. Ha, motor remontchilik emas, bunda biz seni ko'rgini keladi. Ha. Impaqmadimi bo'lamay. Ya, bo'ldi ishga. Bo'ldi. Tuttu. Tuttu. Azroq chaqirga ovoz bormi? Yenisi endi normal. Tamam, bo'pti, xo'sh. Rotterdamga keldik. Hozir Qaysar Kamnilab anadagi bir ag'inimizning mashinasini ag'antim, uni 2 oy so'yildi deb birman. Shu mashinani ag'inib boramiz. Hozir Rotterdam shahriga kirdim. Ben bir 5 minut mansam akımızdan dokunaq varım.
Yaşarken kemep tutuk. Biraz saklap duraydı. Şu dükkanı dönerhansı. Koronada bazı açmay turbatı da. Ama yolda kilovatı. Biraz saklaydı. Ha, ben takaq deb o'ylabdim ha. Assalomu alaykum. Va deb qo'yajman va kameraga ilyapsiz. Ben o burada 40 kişi mi kadar geldin sen? Ha, men sizni qarsam jimjit, shuna bilan To'xtamabdi ekan, men qo'yib qo'yib hozir 1 minut bo'lgan. men kamera sizda ketdi, men Qaysar kampda kelmabdi, birdan saqlab turdigan o'xshayman, 5-10 minut kelib qolar deb ketdim men. Sizni kelib qo'yganingizni. Ya, men aldım, anchamiz uya buyalarni, chiroyli lokiyalarni video qilib, anchamiz YouTube chiqarib qo'yganga. Qaysar kampningki do'nar do'koni, men hozir bilsizlar, hamma yer korona bo'lib ketib, butun yer taqaq. Shu Qaysar kampni ancha ashmadi, haftada bir ish kun xo'sh yaxshi ichib, jins qilgan joy kelib ichib qo'ydi. Bu şu taqaq. Mana motorlari, velosipedlari o'ylarga tomoq olib turganga. O'rni Rotterdam shahri kitobxonadan yinda agar kelmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, bu yerga welcome juma. Mana kitobxona hamma bilsizlar Rotterdamdagi. Gollandiyaga kelganlar bildi demakchi. Mana Marktal. Mana poyezd stansiyasi shu. Poyezd stansiyasi Rotterdam Blak degan stasyon. Mishada chiqib qilib, Kristianlar bek yaqin. Döner ama Rotterdam bo'yicha besta döner. Xudoyim bersa kelib yesanglar bilsizlar, rost deb deysizlar, kelsanglar kala döner bilan nima bor? To'qnavami? To'qa döner bor. Kalın ikisini yeyman men doim. Sizlarga shuni tavsiya qilaman, kelsanglar yeb qo'yinglar. Qachon boramiz Qaysar aka? 15 minut tutsak bo'landa. Telefonunu aldığı salaya çok olmuşsun. Siz Abdüşkür'ün numara var, biz mağdur deyip tane. Bak. Küçük oldu, bak küçük.
Müş o'ntirib eng oxirgi ko'y. Siz kelmaganmi? Ha 32. Müş 32. Bugün aqsıdığı demoqchiman bu. Ha, yo'q o'xshaydi. Ana bu. Ana. Ha, mega qo'yib qo'y. Selamun aleyküm. Oyda oturmaz. Aldırayım. Geç oldu. Kaç açma? 4'te. Lan ne kaldın lan? Nanның o'sha hozir dardib qaytarkan eng muhim narsani unutib qolibdiman deb. Mashina yo'qda, ketamiz mana. Boş kamyona kadar gidiyor. Tamam arkadaşlar. Qayerda mashina? Chiqib ketdim nima? Qancha yildan? 2013'dan. 2013dan. He. Dizel. He. Qancha motor? 1.9 mi? 2. 2 litr. Qancha yildan yilamiz ne? 2013. 2013 olsa bo'ldi. Qanchaga sotsa? Ma bo'ldigan bandajma, ma haqni qimmat bahsidan. Sana kongolarda bir şey daha. Bu uzunken ha? Menikidek. Sizdan mı langma? Ha, mening la. Buna da uzun ekan meni. Acha ishkana. Menikchilik qayta. Bu avtomatik ekan taxi bu. 2 litr. 2013 dedim. Ya bo'ldi ekan qancha bahsi? 15 ming. Satilgan yering 15 ming mi? Uyg'urlarga azalab bersam bu. Uyg'ur korting. Ya bo'ldi ekan. Bo'ldi, men mashinani sitilib ketaman, men YouTube chiqargan yog'i. Men qarindoshlar, men uyga, men Rotterdam yaqin Stolbek degan yerda men kap meni mashinasini elitasi lazım, men beka yetib qoldi, mashina ishlamay chiqib davom ketib bordi. Mashina chiqib ketib bordi. Ha, pushka. Nanga tekshirasiz manimi? Bunun tonu yetmem ki. Ya rost menim nanga tegishaylar 100 nanga. Ya qancha yillik nam bilan ta'minlaydigan menda paranglashinglar. Ha? Ya rost bayatda men bir qiziqarli ish bor degandim-ku, shu og'aynamning mashinasi bor-da. Shuni menga ber desam, menga ber desam, baat alashdi. Shuni bilan lekin nanga tegishaylar deb og'aynam mendan nan olgan. Jigimtaldan. Şuna olan ben dedim, jigimtal nanga tegishib bo'ldi mashinani desam, 50 tal, bu 50 taldan dedi. Şuna olan ben dedim, ya jigimtal dedim. Şuna olan bu dedi, bo'pti, o'ttirib kelishaylar 30 taldan bo'lsin dedi. Şu 30 tal cho'ngdan bor-ku. 30 tal cho'ng, 30 tal cho'ngdan tegishadi shuna oldi. Qani bir ko'rib baqayli, mashinani ko'rmadim, nan agar yaxshi yarimsa 25 tal tushirayotman nanda. Tamam öçe. Nimani o'chirdi ya? Ispat mı maşina? Yakşı yakı. Ya adaş bu gözü kısayıp durdu adamdan sal. Rayını yandırıp. Adaş bu. Ben ziyan tattım cuma 30'dan berip. Şuna mı? Baş digidimde şu jigimden layık maşinki adaş bu. Sıkat var mı ya? Bunun bömperi aldı dedim küçük kolay yaptı adaş bununki. Boldu bundan jigim bolsun adaş 30 bomba iki. He? Toyota Aygo kim bu? Yeydi otalmadı bu. Toprak. Sen ançı mıç ot alır koymamışsın da bu ne? Vay kancı oldu. Bir aydır bir şeydi o. Ha? Bir ayda koltuk ne? Bu ançı mıç ot alır koymamışsın bu ne? Buna dampandan tapanız yine. Motor bilan bulmanda. Motorun gücü yetmeydi. Maşinadan akılırsan kendin. Nimbama sim yok. Ablikimde bak bu değil mi? Ablikon simi. He ablikim ücret ras. Ya vallahi bu ot almada bu. Ya nemini bak Cavdat kanı Jigim lan. Sen ziyan tatqanda ektirmişim vallahi bir. Nemay ziyan tatsa. He? Ziyan tatmaysa mükabelganda şu bu. Ma bir adaş ma videonu ko'rayotgan navay vallahi gaqilinglar vallahi ma jigimdan yiqish qanday japaliq ish. Shu japaga yaramdi va shu yarimim ot olmadi. Evet navay vallahi bo'lsa. Deb qilasizlar, xabar qilasizlar juma. Qancha yildan? Ama kart yozilib qo'ydim ras. To'xta. 2001 10 ayning 19 ekan. 2001 dan mashinasi ekan. Mening bu yerdan qarsam 2001 degan turibdi, o'zimning mashinasi 2001 turibdi. Mana 2001 ekan. İşte nasıl buldu?
İşte men otaldırıp ite, işki anlaganda keras. Oldu istersen. Tamam. Ha, otaldırıp ettik, valla işkisi işte de mana gangongda ettirdi işkisi. Bir işte geldi, otalap gitti. Şu uzun vaqt haydamaylik uchun aküsünden tok qalmapti. Bunun tak aynaklar avtomatik tek basilgan. Yapınlar mashinasi degan yana o'tizma. Bo'ldi yani, chaqchaq emasmi? Bu yerdan kelib ras 30 dan tegishib yetdik. Endi buni da 20 dan tushsam bo'lamdi qada. O'talmadi mashina deb. Nima, aküsi chataqkin deb. Banaz deb. Şu hozir buni apirib, shunga qirg'izdan gap. Shunga qirg'izib, anadagi aytimisak jazosi bor. Birden otaldırıp koyduk, bununki aküsü biraz toşsun deb. Keyin bagaj kirib qaydi. Qanchalik bagaj bor ekan? Mening aytayotgan polodim bu kichikroq ekan. Sal kichikkin bu. Bu aldan 20 tallanга algan mashinam kichikroq bo'ldi. Chaqlar bo'ldi herhalde. Profiller bor. Shuni endi o'tkidek. Olsa demoga yaxshi. Qancha kilometr ekan? 287 ming kilometr ekan. Vah, 5 mingga mashinkim bu. Ve o otalma yaman ters otal işlerdi da buna daş. Onda gap yo'q. Hamda biz sodilishib 25 dan kelishaylar naqtadaş. Ya adaş. Bağırlarımdan neyine 30 tane işte. 30 talma? He. Bopda. Undaqda bir ayrim bir reklama kelmadan o'xshabdimi, o'xshamabdimi? Shundaysa anandan keyin 25 so'zlashdi, ha? 25 bo'ldimi? Ben bir soğuk oldu karışmak ya. Bir qimma. Bopda biz qaytdik hamsa. Mayli. Kasarga mana degan bo'ldim, mana degan bo'ldim. Bopda. Bopda, qaytdik. Başka vaqt olsa, Allohga omonat. Ben bu gülakemin ağzı bağırır mandak. Mana Abdüşkür'ün uyu. Gollandiya'nın uyudur bunun içinde oldu bana. Bular ama şehre atıqalık için da oylusu var uy bu. Biz şehre atıqalıqımız için bina uy. Da oylusu var. Güllerini tez yitipti bu piçet qilib. Jozlarını qo'yibdi, g'ulji perdishda o'tirib ketdi. Mana bu burun g'uljilikda bu shahlik. Hozir 100 kelib oldi. Ha, Abdüşkür. Burun bu shahlikda deymi g'uljidik. Hozir bu sahraga kelib oldi. Biz ma sahralikdik, suydinglar. Hozir shahga kirib oldik. Mana hozir begemeyga süt qaymoq, ha, süt qaymoq biz mana ag'ini keldik. Sizin nerede suydan gulca karmaydı, siz ayrı bir şey olur. Biz ayırım. Ha bir kalılı saqqan bolsang bir 5 kilo süt vermemse hep gitay. Ya kala. Etizlikdi bu ya. Nimida? Tokayla kirketdi. Etizlik bakka chiqib. Saqqan vaqtida xabar qilarsan, süt ag'ir keladi. Biz nonga tegishimiz. Bo'pti, hanımlar. Bo'pti, hanımlar, qizlar. Qaytdik undaqda. Hanımlar, qizlar. Hanımlar, qizlar keyin ko'rishaylik. Haq so'raydi, dimda hanımlar, qizlar bu erkeklik satmamsız o'yib kelsin deydi. Ya men o gap nereden ko'rding desam, bir tamoqni tushundiradigan bir ayol bor ekan-da. Na vatandimi, chet elni bilmayman. Shu ikki gapning orasida birlik qo'shib oldi-da, hanımlar, qizlar, ha? Ikki gapning orasida birlik qo'shib oldi, hanımlar, qizlar deb. Shu vaqtda shuni ko'rib bir kallam kirib qopdi-ki. Shundan deb qo'ydim. Hem bunu başka kimse gapirey. Maqlar qo'shilgan mana. Men ag'inamnikini Rimtxonasiga keldim, bu boshqa bir bola, turk bola. Chunki Mardonnikida APK qilinmaydi, Shinyan qilinmaydi. Shu bu yerga keldim. Bu yerda mashina sotadi buni. Nimsida garajda. Xil mashina var, yerda Maserati var ekan. Bu yerda o'zining mashinasi bor buni. Ferrari. O'zi deydi bu mashina. Qishizmi shu garajning ichida turdi, endi men yoz keldi, endi teshik chiqirdi ekan bu. Chiqirib bir gaz verimiz deydi o. Chet. Aldın ketten bana konu garajı ot gitti bu balına. Muşun aran qutquzib oldi ashna ichidan. Bo'lmasa buni ham ot ketdi ekan. Nurg'un narsalar, nurg'un mashinalar kuyib ketdi deydi. Mashina ashir Rimtxonning ichidagi sayman, mayman degandek nurg'un narsalar kuyib ketdi. Muşun aran qutquzib oldim deydi. Nurg'un mashina maqsad olgan. Ayaqda noch mashinalari, ayaqda normal mashinalar. Semanın bahsi 3250 deydi. Şu yeni ekan bu 2009'danki. Dem ama saat 5 olib ketibdi, 5'dan keyin uni qirg'in olmagan shu yerda. Shunga birga mashina qo'yib
Bu hazır menen motorni qishga olib qo'ydim, motordan uy ketib, ertagalar yana qaytib keladigan bo'ldim endi. Yemekxona keldik, biroq qilolmadik. Shunga yana ertaga qoldi. Ancha-muncha qardi ostiga, biror narsa yo'q ekan. Faqat oldida ozroq urilgan yeri bor ekan shu. Shuni ancha-muncha o'ngshab nima qilib bo'ldi? Aplikasiyani qilib bo'ldi. Shunga yana. Aldım nimeniki ma aldiki boşanganın içi urilgan yeri bor ekan. Shuni men tuzlab beray deydi. Bu remontxona Flar deganda